Assalomu alaykum. O'zbekiston o'zgarmoqda. Qarorlar tezkorlik bilan qabul qilinib, jarayonlar tobora jadal tus olmoqda. Shu bilan birga tabiiy savol tug'iladi. Bu islohotlarning mantig'i nimada? Qanday qilib alohida qadamlar yagona strategiyani tashkil etadi? Iqtisodiyot, tadbirkorlar va oddiy fuqarolar uchun qanday amaliy natijalar bo'lishi kutilmoqda? Ekspert loyihasi aynan shu savollarga javob topish uchun tashkil etildi. Islohotlarni biz shu yerda bafurja va atroflicha tahlil qilamiz. Aynan nimalar o'zgarmoqda? U yoki bu harakatlar nima sababdan amalga oshirilmoqda va qanday samara kutilmoqda? Bizning maqsadimiz faqatgina axborot berish emas, balki tushuntirish ham. O'zaro bog'liqliklarni ko'rsatish, qabul qilinayotgan qarorlarning mazmunini ochib berish va mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy kun tartibini shakllantirayotgan insonlarning pozitsiyasini tushunish imkonini yaratishdir. Bu suhbatni ko'rish barcha uchun qulay bo'lishi uchun ekspert loyihasi 3 tilda taqdim etiladi. YouTube sahifamizda siz o'zingizga qulay bo'lgan tilni tanlashingiz mumkin. O'zbekcha, ruscha yoki inglizcha. Demak, boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov. Assalomu alaykum. Laziz Shavkatovich, prezident iqtisodiy blok idoralari oldiga yuksak marralarni qo'ymoqda. Aynan qaysi muayyan iqtisodiy vazifalar eng muhim va hal qiluvchi hisoblanadi va ular mamlakatdagi investitsiyalar tizimini qay tarzda tubdan o'zgartirishi mumkin? Savol uchun rahmat. Bu masala bugun juda dolzarb. Oldimizda prezidentimiz belgilab bergan ancha murakkab vazifalar turibdi. Bu investitsiyalar hajmiga emas, avvalo ularning sifatiga ustunlik berish bilan bog'liq masala. Shu bois hozir biz asosan jalb qilinayotgan sarmoyalar miqdoriga emas, balki eng muhimi, ushbu investitsiyalar iqtisodiyotga qanday natija, foyda keltirishiga e'tibor qaratganmiz. Bugungi kunda xorijiy investorlar bilan amalga oshirilayotgan faol bosqichdagi loyihalar hajmi bu qurilish bosqichidagi loyihalar. Bu memorandumlar emas, bu qandaydir anglashuv hujjatlari ham emas. Bu haqiqiy qurilish ishlari boshlangan loyihalar. Bizdagi bunday loyihalar soni 2000 dan ziyod va ularning umumiy qiymati deyarli 200 milliard dollarni tashkil qiladi. Shundan hozirda faol ishlab turgan loyihalar miqdori 197 milliard dollar. Bundan tashqari 2017-yildan beri biz xorijiy investorlar ishtirokida 75 milliard dollarlik loyihalarni ishga tushirdik. Bu prezident rahbarligi ostida amalga oshirilayotgan barcha islohotlar va o'zgarishlar mamlakat yetakchisining faol mehnati, xorijga chiqqanda ham asosiy e'tibor va ustuvorlikni aynan investorlar bilan ishlashga qaratgan natijasidir. Va bunda erishilgan aniq natijalarimiz ham bor. Biroq avvalroq aytganimizdek, bugun biz raqamlar ortidan quvmayapmiz. Oldimizga qanday qilib bo'lsa ham investitsiyalarni oshirish vazifasi qo'yilmagan. Prezident belgilab bergan asosiy vazifa va ustuvorlik bu sifatdir. Sifat bu qancha ish o'rni yaratilgani, eksport hajmi qay darajada va eng muhimi mehnat samaradorligi. Chunki mehnat samaradorligi iqtisodiyot sifati, samaradorligi va raqobatbardoshligini belgilaydigan parametr hisoblanadi. Agar bilsangiz, Amerikada iqtisodchi Paul Krugman bor. U Nobel mukofoti laureati. U bir safar shunday degan edi: mehnat samaradorligi hammasi emas, lekin uzoq muddatli istiqbolda bu deyarli hammasi. Shu sababli biz bu ishlarni tashkil etishda mehnat samaradorligi, investitsiyalar mamlakat uchun real samara berishini ta'minlash masalalariga asosiy e'tiborni qaratmoqdamiz. Bizda 75 milliard dollarlik loyihalar ishga tushirilgan va ularning aniq soni 2128 ta loyiha. Hozirda ular mamlakat uchun yillik 6 milliard dollarlik eksportni ta'minlab bermoqda. Qo'shilgan qiymat, yalpi ichki mahsulotga hissa yillik 10 milliard dollardan ortiq. Ish o'rinlari haqida gapirsak, 2017-yildan boshlab xorijiy investitsiyalar O'zbekistonda 250 mingta ish o'rni yaratishga yordam berdi. Bu sifatli, mustahkam ish o'rinlari bo'lib, yangi formatlar, yangi standartlar va yangi texnologiyalar joriy etilishiga ham xizmat qiladi. Ikkinchi masala albatta investorlar uchun infratuzilma yaratish. Investorlar qayerga kelayotgani, qaysi va qanday maydonda o'z ishlab chiqarishlarini tashkil qilishini bilishi kerak. Shu bois maxsus iqtisodiy zonalar faoliyati sifatini oshirish nazarda tutilmoqda. Biz ushbu zonalarni faol rivojlantiryapmiz. So'nggi yillarda prezident topshirig'iga muvofiq yirik 20 dan ortiq yangi maxsus iqtisodiy zona tashkil etildi. Ular aslida o'sish nuqtalari, to'g'rimi? Iqtisodiyot va sanoatning drayverlari.
Ha, shubhasiz. Ularni tashkil etish va qurishdan ko'zlangan maqsad shundan iboratki, investorlar barcha zarur infratuzilma ulangan tayyor maydonlarga kelishini ta'minlash hamda sarmoyalarini ishga solishini imkon qadar osonlashtirish lozim. Biroq hozirda oldimizda yanada chuqurroq va aniqroq vazifa, ularning ish sifatini oshirish masalasi turibdi. Bunda biz xalqaro tajribaga tayanamiz va hozirda maxsus iqtisodiy zonalar faqat imtiyozlardan iborat emas tamoyil asosida yangi modelga o'tmoqdamiz. Mana senga yer uchastkasi, ishga kirishaver qabilida ish tutish bilan chegaralanib bo'lmaydi. Biz zonalarni shunday infratuzilmaga aylantirmoqchimizki, investorlar muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish masalalarini imkon qadar tez hal qila olsinlar. Ular turli regulyatorlar, energetika vazirligi, suv ta'minoti kabi idoralarga borishi zaruriyati bo'lmaydi. Barcha masalalarni boshqaruv kompaniyasi orqali hal qiladi. Erkin iqtisodiy zona boshqaruv kompaniyasining o'zi regulyatorlar bilan barcha masalalarni hal qiladi va investorlarni infratuzilmaga ulaydi. Keyinchalik investor ish boshlaganidan so'ng boshqaruv kompaniyasi barcha to'lovlarni investorlardan yig'ib olib, kommunal xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar bilan hisob-kitob qiladi. Biz uchun 3-darajadagi vazifa, 3-element uzoq muddatli moliyaviy resurslardir. Chunki uzoq muddatli 7-15 yillik istiqbolga ega barqaror moliyaviy kapitalsiz sanoatlashtirish imkonsiz. Shu sababli biz hozir muqobil kapital jalb qilish mexanizmlarini faol rivojlantiryapmiz. Muqobil investitsiyalar to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlandi. U private equity, venture capital va boshqa formatlar ko'rinishida moliyaviy resurslar jalb qilish imkonini beradi hamda investorlar o'zini dadil va erkin his qilishiga xizmat qiladi. Laziz Shavkatovich, bugun jahon iqtisodiyotida barchamiz guvoh bo'lyapmiz. Juda jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Logistika zanjirlari qayta tashkil qilinmoqda. Proteksionizm kuchaymoqda. Iqtisodiy fragmentatsiya ortib bormoqda. Shu sababli bu vaziyat O'zbekiston va shunga o'xshash sharoitdagi davlatlar uchun qanday imkoniyatlar va xatarlarni yaratadi? Keling, men imkoniyatlardan boshlay qolaman. Chunki bugun O'zbekiston bu barqarorlik va farovonlik mintaqasi. Barcha investorlar buni qayd etmoqda. Va bu albatta investorlarning mamlakatimizga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshgani bilan ham tasdiqlanadi. Dunyoning turli mamlakatlarida yuz berayotgan global inqirozlarni ham inobatga olsak albatta, investorlarni maksimal darajada mintaqamizga, mamlakatimizga jalb qilishimiz uchun biz bu vaziyatdan foydalanishimiz kerak. Hozir bir qator investorlar o'z investitsiyalari yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqib, biz tomonga burishgan. Masalan, nomini aytmayman, Avstraliyadan bir kompaniya bor. U Janubiy Osiyo davlatlaridan birida kimyo sohasida bir necha milliard dollarlik katta loyihani amalga oshirishni rejalashtirgan edi. Ammo hozirda u yerda sodir bo'layotgan nizolar va siyosiy notinchlik sababli ular zavod va korxonalarini O'zbekistonning Xorazm viloyatiga ko'chirishga qaror qilishdi. Yaqinda biz bu loyiha haqida Prezidentga ma'lumot taqdim qildik. To'liq qo'llab-quvvatlanishi bildirildi. Topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Hozir amaliy bosqichni boshlayapmiz. Bu O'zbekiston ushbu imkoniyatdan qanday foydalanishi mumkinligining birgina misoli. Biroq ikkinchi tomondan xatarlar ham bor. Chunki bizda Yaqin Sharq davlatlari investorlari bilan hamkorlikdagi loyihalarning yirik portfeli bor. Mavjud vaziyat sababli bu loyihalarni amalga oshirishda ham kechikishlar va o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shu sababli biz juda faol ishlayapmiz. Barcha sheriklarimiz bilan ish tartibini belgilab oldik. Hozirda qurilish va investorlar bilan birga amalga oshirish bosqichida qiymati 10 milliard dollardan ziyod 37 ta yirik loyiha bor. Yagona masala ular bizdan logistika masalalarida qo'llab-quvvatlash va yordam so'raydi. Chunki hozir biz ular bilan birgalikda uskuna va texnologiyalarni yetkazishning muqobil yo'llarini shakllantirishimiz kerak. Ana shu maqsadda prezident topshirig'iga asosan vazirlikda 24/7 rejimida faoliyat yuritayotgan maxsus shtab tashkil qilindi. Hozirda biz nafaqat har bir loyiha, balki har bir uskuna va texnologiya partiyasini real vaqt rejimida investorlar bilan birga kuzatib bormoqdamiz. Bu qo'shni davlatlar bilan bog'lanish uchun
Masalan, men qozog'istonlik hamkasbim vazirga aloqaga chiqib, uskuna va texnologiyalarni imkon qadar tezroq minimal kechikish va to'siqlarsiz mamlakatimizga kirishida yashil koridorlar yaratilishi uchun kerak. Lekin bu investitsiya loyihalarining narxi oshishiga olib kelmaydimi? Bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda, masalan, transport yo'laklari uzayib, yetkazib berish muddatlari ortganda, siyosiy notinchlik sababli yukni sug'urtalash xarajatlari ko'payganda mana shunday bo'ladi. Ha, bu ham hisobga olinadi, ammo biz investorlar bilan birgalikda o'zaro maqbul yechimlarni topish uchun ishlayapmiz. Eng muhimi, loyihalar o'z vaqtida ishga tushishi. So'nggi yillarda investitsiyalarni jalb qilishga yondashuv tubdan o'zgardi. Barchamiz bunga guvohmiz. Sizningcha, bu prinsipial o'zgarishni yaratayotgan omil nimada? Qonunchilikmi, amaliyotmi yoki tadbirkorlar ongimi? Yaxshi savol. Rostini aytsam, bunga bir necha omil ta'sir qiladi. Avvalo, bu boshqaruv amaliyotining o'zgarishi. Biz investorlar bilan qanday ishlashimiz, umuman davlat biznes bilan qanday ishlashi bilan bog'liq. Hammasi aynan shunday boshlangan ham. Agar 8-9 yil avvalgi holat bilan solishtirsak, hozir davlat biznesga ancha yaqinlashdi. Prezident bizdan shuni talab qilmoqdaki, biz barcha qarorlarni kabinetlarda o'tirib emas, balki vaqtimizning katta qismini viloyatlarda, tumanlarda, mahallalarda o'tkazib, biznes bilan hamkorlikda ishlab chiqishimiz lozim. Shu orqali biz tadbirkorlar va investorlardan ular qanday muammolarga duch kelayotgani haqida haqiqiy qayta aloqani olamiz. Masalan, kimdir infratuzilma bilan yordam kerak deb aytadi. Yana kimdir yer uchastkalari taqsimoti bilan bog'liq masalalarni. Yana kimdir esa logistika va kadr masalalarini ko'tarib chiqadi. Bunda ham prezident topshirig'iga asosan yaratilgan instrumentlar orqali ish olib boriladi. Jumladan, bizda maxsus hukumat komissiyasi bor. Uni bosh vazir boshqaradi. Bu komissiya tarkibiga barcha vazirlik va idoralar rahbarlari, shu jumladan O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari ham kirgan. Bu tadbirkorlar tomonidan ko'tarilayotgan masalalarni imkon qadar tez hal qilish uchun joriy etilgan. Bu sifat jihatdan mutlaqo boshqa yondashuv, boshqa ish uslubi. Yana bir bor aytishim mumkin. Avval qanday ishlaganimiz bilan hozirgi holat o'rtasida katta farq bor va bu aniq natija bermoqda. Ikkinchi tubdan o'zgargan yo'nalish va bu juda muhim. Prezident ham xorijiy ham mahalliy biznes vakillari bilan shaxsan muloqot qiladi. Deyarli kuni kecha prezident farmatsevtika sohasi vakillari bilan uchrashdi. Bu juda noyob, ochiq va to'g'ridan-to'g'ri muloqot bo'ldi. Tadbirkorlar o'z muammolarini hech narsadan qo'rqmay, ochiq-oydin ayta oldilar. Nima ularni bezovta qilayotgani, farmatsevtika sohasini rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Prezident esa mana shu muammolarni joyida hal qilmoqda. Topshiriqlar beriladi, ularning faoliyatidagi barcha to'siqlar bir zumda bartaraf qilinadi. Shuningdek, har yili avgust oyida bizda ochiq muloqot formatida tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tadi. Bu ham juda puxta tayyorgarlikni talab etib, biznes va barcha soha vakillari, Savdo-sanoat palatasi, vazirligimiz, hukumat komissiyasi ishtirokida hamma narsani birma-bir skrining qilishni nazarda tutuvchi juda noyob instrument. Maqsad biznes, davlat uni qo'llab-quvvatlashini his qilishi lozim. Xorijiy investorlar bilan hamkorlik haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu yo'nalishda ham xorijiy investorlar kengashi tashkil qilingan. Unga shaxsan prezident rahbarlik qiladi. Har yili iyun oyida tadbir o'tkaziladi. Bu yil ham tayyorgarlik ko'ryapmiz. 16-19 iyun kunlari Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida navbatdagi xorijiy investorlar kengashi bo'lib o'tadi. U yerda ham xorijiy investorlar cheklovlarsiz, bemalol turli savollar berishi, ba'zan qiyin savollarni ham o'rtaga tashlashi, muammolarni ochiq ko'tarib chiqishi mumkin. Bu aniq maqsadni ko'zlab tashkil etilgan bo'lib, prezidentimiz biz iloji boricha ochiq ishlashimiz kerakligini, investorlar islohotlarga ishonishi lozimligini hamisha ta'kidlaydilar.
Prezident muammolar va kamchiliklar haqida investorlardan to'g'ridan-to'g'ri eshitish masalalarini tezda hal qilish, tashxis qo'yish va mavjud kasalliklarni davolash imkonini beradi. Shu sababli bu investorlar va tadbirkorlar davlat ularga yuzlanib, eshitib, muammolarni hal qilayotganini o'z ko'zi bilan ko'rib, ishonch hosil qiladigan juda noyob muloqot maydonidir. Biznes esa o'z navbatida ko'proq investitsiya kirita boshlaydi. O'zini dadil his qiladi. Natijada davlat va biznes ikki tomonlama foyda, ingliz tilida aytilganidek, win-win holatiga erishadi. Aytaylik, 1dan 5gacha bo'lgan shkala bo'yicha baholasak, bugungi kunda tadbirkorlar va davlat o'rtasida o'rnatilgan qayta aloqa, sheriklikka qanday baho bergan bo'lardingiz? Siz nima deysiz? Mukammallikning chegarasi yo'q va biz har doim iloji boricha ko'proq investor va tadbirkorlarni qamrab olish ustida ishlaymiz. Albatta, barcha masalalarni 100% hal qildik deb kafolat berishni ehtimol iloji yo'qdir. Bunday ko'rsatkichlar boshqa hech bir mamlakatda qayd etilmagan. Bu texnik jihatdan ham imkonsiz masala. Dunyodagi vaziyatni hisobga olsak ham ehtimol shunday, to'g'rimi? Albatta, lekin men yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Biz ishimizni shunday tarzda tashkil etyapmizki, investorlar biz bilan nafaqat telefon yoki xatlar orqali bog'lana olishadi, balki o'zlarining har qanday masalalar bo'yicha bizni onlayn rejimida xabardor qilib turishlari mumkin bo'lgan PMI platformasini ham yaratdik. Raqamlashtirishning yana bir o'ziga xos jihati shundaki, hatto investor yoki tadbirkor bizga murojaat qilmagan taqdirda ham raqamli tizimning o'zi bizga 1 oy yoki 2 oydan keyin qayerda qanday xatarlar paydo bo'lishi mumkinligini oldindan aytib turadi. Chunki bu tizimda prognoz qilish elementlari, sun'iy intellekt elementlari mavjud. Ular orqali biz qaysi loyiha, qaysi bosqichda turgani va qaysi loyihada qanday xavflar paydo bo'lishi mumkinligini ko'rib boramiz. Loyihalar ranglar bo'yicha ham tasniflanadi. Bular hammasi joyidaligini anglatuvchi yashil loyihalar, ayrim xatarlar vujudga kelishi mumkinligini bildiruvchi sariq loyihalar va jiddiy muammolar yoki qiyinchiliklarga duch kelgan qizil loyihalardir. Tadbirkorning o'zi murojaat qilmagan taqdirda ham biz sariq yoki qizil loyihalar mavjudligini ko'ramiz va o'zimiz ular bilan bog'lanamiz. Masalan, statistik ma'lumotlar, tovarlar harakati, bojxona yoki soliq organlari bilan ishlash jarayonini tahlil qilib, ma'lum muammolar paydo bo'lganini ko'ramiz. Shunda biz, iltimos, biz bilan o'rtoqlashing. Sizni nima tashvishga solmoqda? Qaysi masalalarni hal qilish kerak deb so'raymiz. Bu yanada proaktiv yondashuv. Ko'p hollarda biz o'zimiz investorlar bilan bog'lanib, muammoni aniqlaymiz va ularga yordam berishni ham boshlaymiz. Ya'ni hozir bu qayta aloqaga mustahkam 4 baho qo'yishimiz mumkinmi? Men o'zimga baho bera olmayman. Agar tadbirkorlar bizni eshitayotgan bo'lsa, ehtimol ular hukumatning biznesni qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarini qanday baholash haqidagi fikr bilan videoning izohlar qismida o'rtoqlashar. Siz avvalroq qayd etganingizdek, bugun investitsiya loyihalarini amalga oshirishda asosiy e'tibor sondan sifatga siljimoqda. Biroq loyiha sifati qanday o'lchanadi va uning muvaffaqiyatliligini qaysi mezonlar belgilaydi, sizningcha? Shu yildan boshlab biz loyihaviy takliflarni baholash tizimini ham joriy qildik. Yangi loyihalar va tashabbuslar, misol uchun, ma'lum bir loyihani amalga oshirish niyatidagi investorlar tomonidan ilgari surilgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, loyihaviy takliflar vazirliklar va idoralar tomonidan ham ilgari surilishi mumkin. Bundan tashqari, bunday tashabbuslar mahalliy tadbirkorlarimizdan ham chiqishi mumkin yoki hududlar, hokimliklar tomonidan ham takliflar bo'lishi mumkin. Hozir biz bunday loyihalarni iqtisodiyot uchun qay darajada samara berishi nuqtai nazaridan tekshiryapmiz. Masalan, loyihada bitta ish o'rnini yaratish qancha mablag' talab qiladi? Bu loyiha yalpi ichki mahsulotga qancha hissa qo'shishi mumkin? Biz har bir loyiha bo'yicha yalpi qo'shilgan qiymat, ya'ni gross value added ko'rsatkichlarini ham tahlil qilamiz. Aytilganidek, faqatgina ish o'rinlari soni emas, balki bitta ish o'rnini yaratish xarajatlari, loyihaning energiya samaradorligi kabi omillarga ham alohida e'tibor qaratamiz. Mana shu barcha omillar umumiy hisobga olinib, loyihani amalga oshirish O'zbekiston uchun maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi haqidagi qaror qabul qilinadi. Agar loyihada jiddiy nomutanosibliklar bo'lsa yoki u kutilgan natijani bermasligi aniqlansa, biz keling, bu loyihani hozircha boshqa muddatga qoldiraylik. Uning o'rniga bizda boshqa samaradorligi yuqori, daromadliroq loyihalar bor deb aytamiz. Biz shunday ishlarni ham amalga oshiryapmiz. Aytganimdek, shu yildan boshlab hatto loyiha g'oyalarining o'zini ham
iqtisodiyotga qanday samara va qay darajada foyda berishini baholash uchun maxsus skriningdan o'tkazyapmiz. Ya'ni sizning nuqtai nazaringiz bo'yicha kutilgan natijani bermagan loyihalarni yopilishi holatlariga misollar bormi? Ha, albatta. Biz investorlarga ularning loyihasi hozircha O'zbekistonning sanoat siyosatiga yoki investitsiya siyosatiga mos kelmasligi haqida ochiq va to'g'ridan-to'g'ri aytishimizga to'g'ri keladigan holatlar ko'p uchraydi. Masalan, metallurgiya sohasida ko'plab loyiha takliflari tushadi. Lekin hozir O'zbekistonda birlamchi metallurgiya bo'yicha quvvatlar yetarli. Yangi quvvatlarni yaratish esa ayni paytda maqsadga muvofiq emas. Shu bois biz investorlarni boshqa sohalarga yo'naltiramiz. Ko'pincha investorlar O'zbekiston haqida ijobiy ma'lumotlarni eshitib keladi va dastlabki hali oxiriga yetkazilmagan takliflar bilan murojaat qilib, "Men shunday loyihani amalga oshirmoqchiman" deyshadi. Biz esa ular bilan birga o'tirib, loyihaning barcha jihatlarini sinchiklab ko'rib chiqamiz, tahlil qilamiz. Shundan keyin sizga shartli ravishda A loyihasini emas, balki B loyihasini amalga oshirish maqsadga muvofiq, chunki u ko'proq daromad, kattaroq samara berishi mumkin deb aytamiz. Biz barcha investorlar bilan shunday ish uslubini yo'lga qo'yganmiz. Biroq bu har bir investorga agar sarmoya kiritmoqchi bo'lsang, xohlagan loyihangni amalga oshiraver deyishimizni nazarda tutmaydi. Aslo bunday emas. Bugun loyihalarni skrining qilish, tekshirish va eng muhimi, samaradorligini baholash tizimi joriy etilgan. Hozir biz prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, har bir loyiha yangi eksport imkoniyatlarini yaratishi, mehnat unumdorligini oshirishi va eng muhimi, sifatli ish o'rinlarini yaratishini ta'minlamoqdamiz. Ana shu vazifa ustida ishlayapmiz. Ya'ni shunday misollar ham borki, O'zbekiston bozori ishtirokchisi bo'lishdan manfaatdor investorlar o'z loyihalarini mavjud talablarga moslashtirib, ularni yangi tartibda tashkil qilgan. Shundaymi? Ha, albatta. Masalan, men metallurgiya sohasi haqida gapirdim. Bizda bugun metallurgiya bo'yicha quvvatlar yetarlicha. Sement zavodlari bo'yicha ham xuddi shunday. Yangi korxonalar qurishga hozircha ehtiyoj yo'q. Lekin bunday takliflar hali ham tushib turadi. Investorlar kelib, "Biz sizlarda sement zavodi qurmoqchi edik" deyshadi. Biz esa ularga bugungi kunda mamlakatimizda bu sohada yetarlicha quvvatlar mavjudligi va bunga ehtiyoj yo'qligini aytamiz. Shundan keyin biz ularni boshqa sohalarga yo'naltiramiz. Boshqa ishlab chiqarish turlarini taklif qilamiz. Masalan, yaqinda bir kompaniyaga fibrotsement plitalar ishlab chiqarish loyihasini taklif qildik. Investor bu taklifga qiziqish bildirdi. Hozir biz ushbu loyiha ustida faol ish olib boryapmiz. Barcha aytilganlarni inobatga olib, sizning fikringizcha qaysi sanoat sohalari ustuvor hisoblanadi va nima uchun aynan ular iqtisodiy o'sishning drayveriga aylanyapti? Umuman olganda, makro nuqtai nazardan qarasak, O'zbekistonda samarali energetika infratuzilmasini yanada rivojlantirish juda muhim. Prezident rahbarligida qayta tiklanuvchi energetikaga investitsiyalar jalb qilish borasida ancha katta yaxshi natijalarga erishildi. Bugungi kunda umumiy energetika balansimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi 30% dan oshib bo'ldi. 2030-yilga borib esa bu ko'rsatkich 54% ga yetadi. Ya'ni ishlab chiqarilayotgan energiyaning yarmidan ko'pi quyosh va shamol energiyasi hamda gidroenergetika hissasiga to'g'ri keladi. Bu albatta juda salmoqli natija. Chunki barqaror energetikasiz sanoatni rivojlantirish, iqtisodiyotni kengaytirish yoki xizmatlar sohasini taraqqiy ettirish haqida gapirish qiyin. Shuning uchun bu yo'nalish biz investitsiyalar jalb qilishda davom etadigan eng muhim, asosiy tayanch sohalardan biri bo'lib qoladi. Bugun biz shuningdek taqsimlovchi elektr uzatish tarmoqlarini ham rivojlantirish zarurligi haqida gapiryapmiz. Zaxiralash quvvatlarimi? Ha, batareyalar ham. Bularning barchasi albatta mamlakatimizda barqaror energetika tizimini ta'minlash uchun juda katta resurslar va katta kapital talab qiladi. Ikkinchi muhim yo'nalish bu albatta yuqori texnologiyalar sanoati. Chunki biz xomashyoni yengil qayta ishlashdan yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tishni maqsad qilganmiz. Bunda elektronika, elektrotexnika sohalari nazarda tutilmoqda. Bu yo'nalishda biz malayziyalik hamkorlar bilan faol ishlayapmiz. Koreyalik sheriklarimiz ham bizga yordam bermoqda. Birgalikda qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, kimyo sanoatini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Chunki bizda bu sohada katta salohiyat mavjud. Mamlakatimiz kimyo sanoati mustahkam bazaga ega. Tarixan biz o'g'itlar ishlab chiqarish sektorini juda yaxshi rivojlantirib kelganmiz. Bugun esa biz nozik kimyo deb ataladigan ham kam tannarxli kimyo yo'nalishlari haqida ham gapiryapmiz.
Bu sohada rivojlanish uchun ham juda katta resurslar va imkoniyatlar mavjud. Yana turli xil zamonaviy materiallar bilan bog'liq yo'nalishlar ham bor. Bunga metallga ishlov berish, qurilish materiallari, shuningdek O'zbekistonda katta zaxiralari mavjud bo'lgan kritik minerallarni qayta ishlash bilan bog'liq barcha sohalarni kiritish mumkin. Bu yo'nalishlarga ham biz investorlardan faol jalb qilyapmiz. Ayniqsa amerikalik, yevropalik va yaqin sharqdagi hamkorlarimiz tomonidan qiziqish katta. Bu bugungi kunda biz faol ilgari surayotgan asosiy yo'nalishlardan. Yakunda albatta xizmatlar sohasi ahamiyatini ham ta'kidlash kerak. Bu IT, moliyaviy xizmatlar, sun'iy intellekt, biznes jarayonlar degani. Bugungi kunda O'zbekistonda xizmatlar eksportini 10 milliard dollarga yetkazishga erishdik. Biz bu sohani yanada rivojlantirish uchun investorlarni jalb qilishni davom ettiramiz. O'zbekistonda bevosita dengiz portlariga chiqish imkoniyati yo'qligi tufayli biz asosiy e'tiborni IT va moliyaviy xizmatlar kabi sohalarga qaratyapmiz. Chunki aynan ushbu yo'nalishlar uzoq muddatli istiqbolda raqobatbardoshligimizni ta'minlashga yordam beradi. Shuning uchun O'zbekiston jahon bozoriga xomashyo yoki yarim tayyor mahsulotlar emas, balki yuqori qo'shilgan qiymatga ega va bilimga asoslangan murakkabroq mahsulotlar taklif qilishini ta'minlaydigan sohalar lokomotiv bo'ladi. Shu sohalar rivojini rag'batlantirish uchun qanday mexanizmlar ishga tushirilyapti? Har bir yo'nalish, har bir soha uchun alohida dasturlar mavjud. Energetika bo'yicha ham, kimyo bo'yicha ham, mutlaqo barcha sohalar bo'yicha tegishli prezident farmonlari tasdiqlangan. Barchasining rivojlanish strategiyalari ham bor. IT sohasi uchun alohida strategiya, sun'iy intellekt uchun alohida. Barcha ko'rsatkichlarni ta'minlash uchun har bir yo'nalish bo'yicha aniq rejalar, aniq algoritmlar va harakatlar belgilangan. Biz bugun investorlar O'zbekistonga kelishga qiziqayotgani haqida aytyapmiz, lekin shu bilan birga qaysi to'siqlar investorlar uchun qiyinchiliklar tug'dirishda davom etmoqda va siz ularni yaqin kelajakda qanday bartaraf etishni rejalashtiryapsiz? Birinchidan, bizdagi asosiy to'siqlar institutlarga bo'lgan ishonch bilan bog'liq masalalardan kelib chiqadi. Investorlar uchun eng muhimi erishilgan kelishuvlar bajarilishiga ishonch hosil qilishdir. Bu ular uchun juda muhim. Bu masalaga ular har doim eng katta ustuvorlik berishadi. Ular uchun birinchidan kelishuvlar bajarilishi, ikkinchidan nizolar yuzaga kelgan taqdirda ular tezkorlik bilan hamda professional yondashuv asosida hal qilinishi muhim. Shu bois prezident topshirig'iga muvofiq biz xalqaro arbitraj mexanizmlarini joriy qilish ustida ishlayapmiz. Tegishli qarorlar tayyorlangan. Xalqaro arbitraj mexanizmlarini joriy qilish haqida bayonot berish bilan cheklanmay, amaliyotda ham tegishli normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinadi. Shunda O'zbekistondagi investorlar o'z bitimlarini xalqaro me'yorlarga tayangan holda tizimlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu investorlar uchun juda muhim va ularni O'zbekistonga jalb qilishda qo'shimcha rag'bat bo'ladi. Ikkinchidan, albatta bu korporativ boshqaruv masalasi. Yirik investorlar bu sohaga alohida e'tibor qaratishadi. Ayniqsa, davlat korxonalariga investitsiyalar kiritish va davlat korxonalarida boshqaruv sifati haqida gap ketganda. Bu yerda ham bir qator masalalar hal etilmoqda. Hozir bizda faol ish yuritayotgan kompaniyalardan biri dunyoning eng yirik investitsiya holdingi, trillionlab dollar aktivlarni boshqaradigan Franklin Templeton kompaniyasidir. Va ular bugungi kunda 13 ta davlat korxonasini birlashtirgan O'zbekiston milliy jamg'armasini yaratdilar. Franklin Templeton davlat korxonalari boshqaruv organlariga o'z vakillarini tayinladi. Ular davlat korxonalarining samarali va sifatli faoliyat yuritishi uchun korporativ madaniyat va korporativ boshqaruvni yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shuning uchun biz bunday mexanizmlar orqali korporativ boshqaruvni rivojlantirish ustida ishlaymiz. Uchinchisi albatta infratuzilma va yer uchastkalari masalalari. Investorlar kelganda har doim shuni so'raydi. Biz qayerda biznes yuritamiz? Bizga uchastkalarni ko'rsating, utilities, kommunal xizmatlar qayerda va qanday ulanadi va hokazo.
Ular aniqlikni talab etadi, shundaymi? Ha, bunday infratuzilmaga ulanishga ketadigan muddat ham albatta nazarda tutilgan. Shu bois hozirda barcha viloyatlar va shaharlar kesimida butun infratuzilmamizni to'liq raqamlashtirish ishlari boshlab yuborilgan. Bu investorlar onlayn rejimida qaysi yerda qanday yer uchastkalari borligini, qaysi hududda gaz, elektr energiyasi, suv va yo'llar mavjudligini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishi, vaqtni tejashi va o'z loyihalarini O'zbekistonda samarali joylashtirish uchun sharoit yaratish maqsad qilingan. Yana bir masala, investorlar bizga doimo qonunchilik barqarorligi haqida savol berishadi. Chunki ular bir necha 10 yillik istiqbolni mo'ljallab O'zbekistonga kirib kelish niyatida bo'lishadi. Investorlar 2, 3, 4 yildan keyin qonunchilik o'zgarib ketmasligiga, kamida 10-15 yil davomida barqaror bo'lishiga ishonch hosil qilishi kerak. Shu bois mazkur normalar qonunchilikda ham o'z aksini topmoqda. Hozirda investitsiya kodeksi tayyorlanmoqda va unda ushbu masalalar ham aks ettiriladi. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Buning barchasi investor o'z sarmoyalari himoyalangani va O'zbekistonga kirib kelgan paytda belgilangan parametrlar o'zgarmasligiga ishonch hosil qilishi uchun zarur. Shuning uchun yirik va strategik loyihalar uchun ushbu normalar yangi investitsiya kodeksi loyihasida nazarda tutilmoqda. Sizningcha, yangi sanoat siyosatida eksport qanday rol o'ynaydi va tashqi bozorlarga chiqishda qaysi sohalar driver hisoblanadi? Eksport bu iqtisodiyotning raqobatbardoshligini tasdiqlaydigan asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Tashqi bozorlarda qanchalik ko'p tovar sotsak, bu bizning sanoatimiz xalqaro standartlar va sifat talablariga javob beradigan raqobatbardosh narxlarda mahsulot ishlab chiqarayotganini bildiradi. Shuning uchun eksportni diversifikatsiya qilish masalasi prezident tomonidan belgilangan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. 2023 yil bilan taqqoslaganda eksportimizda xom ashyo ulushi 20% dan 9% gacha kamaytirildi. Joriy yilda ham eksport tarkibida xom ashyo ulushi 9% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar, ya'ni tayyor mahsulotlar ulushi 49% dan 56% gacha oshdi. Xizmatlar eksporti ham mutanosib ravishda o'smoqda. Bugungacha erishilgan natijalar kelgusida ham izchil davom ettiriladi. Buning uchun biz birinchi navbatda to'qimachilik sanoatida ham xom ashyo eksportidan tayyor mahsulotlar eksportiga o'tamiz. Bunda faqat paxtadan tayyorlangan mahsulotlar emas, aralash va sintetik matolardan tayyorlangan mahsulotlarni ham ishlab chiqarishni rivojlantirishni nazarda tutyapmiz. Kimyo sanoati, metalni qayta ishlash va agrosanoat sohalarida ham katta imkoniyat va resurslar mavjud. Aynan shu yo'nalishlarda yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar eksportini faol rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash rejalashtirilgan. Albatta, yuqori qo'shilgan qiymatni yaratish juda muhim ish yuritish tamoyilidir. Lekin yana dunyodagi geosiyosiy vaziyatni va masalan, to'qimachilik sohasiga bo'layotgan bosimni inobatga olsak, sohaning ko'plab ishlab chiqaruvchilari dunyoda yuz berayotgan inqirozlarning salbiy ta'sirini sezayotganini ko'ramiz. Biz qanday ishlashimiz mumkin? Mamlakatimiz bu yo'nalishda xavflarni oldini olish va minimallashtirish uchun qanday choralar ko'ra oladi? Xavf-xatarlarni minimallashtirish asosan global vaziyat va inqirozlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar barqaror talabga ega bo'ladigan yo'nalishlar hamda mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirishimiz bilan bog'liq. Bu ixtisoslashgan yo'nalishlar muayyan turdagi mahsulotlar bo'lib, ularga nisbatan bozorda doim talab mavjud bo'ladi. Shuning uchun bunday mahsulot turlari va tegishli loyihaviy takliflar doimo mavjud bo'lgan. Marketing va tahlil xizmatlari ham faol ish olib borib, O'zbekiston o'z mahsulotlarini tashqi bozorlarga barqaror eksport qilish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini aniqlab berishmoqda. Men avvalroq sanab o'tgan sohalar esa ustuvorlikka ega. Bu yo'nalishdagi ishlar davom etmoqda va biz O'zbekistonning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam beruvchi yangi tashabbuslarni ishlab chiqyapmiz. Ushbu eksportchilarni qo'llab-quvvatlash choralari mamlakatimizda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonining yakuniy bosqichiga qadam qo'yganini hisobga olib, ushbu tashkilot talablariga muvofiq amalga oshirilmoqda. Hozirda biz eksportni qo'llab-quvvatlash bo'yicha choralarimizni xalqaro tashkilotlar talablariga moslashtirishimiz va eksportchilarimiz o'zlariga ishonch hosil qilishlarini ta'minlash uchun yangi mexanizmlar va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishimiz lozim. Biz bu ishlarni tadbirkorlar bilan hamkorlikda olib bormoqdamiz va ular bilan doimiy aloqada bo'lib, davlat har doim vaziyatni kuzatib, eksportyorlarni qo'llab-quvvatlash uchun zarur choralarga o'z vaqtida adekvat reaksiya ko'rsatishiga e'tibor qaratmoqda.
Biz tadbirkorlar bilan ushbu formatlar doirasida ishlayapmiz. Takror aytaman, hukumat doimo ishbilarmonlik muhitini o'rganib borishi va eksportchilarni qo'llab-quvvatlash zaruratini vujudga keltiradigan vaziyatlarga munosib javob berish uchun biz tadbirkorlarimiz bilan doimiy ravishda o'zaro aloqada bo'lib, birgalikda ishlaymiz. O'zbekistonning tashqi qarzining ortib borayotgani so'nggi paytlarda ko'p muhokama qilinmoqda. Bu xavotirlar qay darajada asosli va tashqi qarzning ko'payishi mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlashning tabiiy mexanizmi sifatida qaralishi mumkinmi? To'g'ri. Ko'pchilik davlat qarzi oshib borayotganini qayd etmoqda. Shu bilan bog'liq savollarni ko'tarib chiqmoqda. Biroq xalqaro me'yorlar va standartlar asosida baho beradigan bo'lsak, O'zbekistonning davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning atiga 27% ni tashkil qiladi. Bu juda past va mo'tadil ko'rsatkich. Biz faqat davlat byudjeti imkoniyatlariga tayangan holda infratuzilmani takomillashtirib, yo'llar, maktablar va shifoxonalarni barpo etib, tabiiy rivojlanish yo'lidan borishimiz mumkin. Bunga o'nlab yillar sarflangan bo'lar edi. Biroq biz birinchidan aholi ertaga emas, hozir yaxshi yashashini ta'minlashimiz, ikkinchidan sanoat rivojlanishi va investorlarni jalb qilish uchun infratuzilma va poydevor yaratishimiz lozim. Avtomobil va temir yo'llari, elektr energiyasi, suv, maktab va shifoxona bo'lmagan joyga investorlar kelmaydi. Shuning uchun biz ularni juda qulay shartlarda past foizlar bilan jalb qilamiz. Ular orasida 20, 25, 40, 45 yilgacha mo'ljallangan loyihalar bor. Bu aslida tekin pul degani. Bu orqali biz tezkor ravishda ham ijtimoiy, ham iqtisodiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan infratuzilmani qurishga erishamiz. Busiz hozirgi O'zbekiston iqtisodiyoti erishgan natijalarga erishish qiyin bo'lar edi. O'tgan yili yalpi ichki mahsulotning o'sishi 7,7% ni tashkil etdi va xolisona aytganda turmush darajasi 2017-yilgacha bo'lgan holatdan ancha yuqori. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Lekin yana bir masala shundan iboratki, xalqaro moliya institutlari ishtirokida hukumat kafolati ostida amalga oshirilayotgan barcha loyihalarda chuqur va shaffof ish yuritish tashkil etilib, ushbu investitsiyalar qanchalik samarali va sifatli o'zlashtirilayotgani bo'yicha hukumatning hisobdorligi yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Prezident bu borada ham juda jiddiy topshiriqlar bergan. Birinchidan, bu jarayonlarga kuch ishlatar tizimlar, nazorat organlari, hisob palatasi va bosh prokuratura ham to'liq jalb qilingan va barcha loyihalarni tekshiruvdan o'tkazishmoqda. Bunga qo'shimcha ravishda prezident tashabbusi parlament ishtirokini ham nazarda tutadi. Davlat kafolati ostidagi xalqaro moliya institutlari tomonidan moliyalashtirilayotgan har bir loyiha deputatlar tomonidan ma'qullanishi lozim. Ular loyiha g'oyasini ko'rib chiqib, uning amalga oshirilishini kuzatib boradi. Bu hukumat kafolati ostida amalga oshirilayotgan barcha loyihalar ustidan jamoatchilik, xalq nazorati o'rnatilishini ta'minlaydi. Davlat qarzi juda katta miqdorga yetdi deb xavotirlanishga asos yo'q. Buni barcha xalqaro moliya institutlari tasdiqlaydi. Yalpi ichki mahsulotning 27% xalqaro standartlar bo'yicha juda past ko'rsatkich. Har kim statistikani ko'rib, O'zbekistonni boshqa davlatlar bilan davlat qarzi darajasi bo'yicha taqqoslashi mumkin. Shu bois biz bu ishlarni juda ehtiyotkorlik bilan nazorat ostida olib boramiz. Davlat qarzini jalb qilish uchun limitlar belgilangan. Mablag'larning umumiy miqdori yiliga 2,5 milliard dollardan ortmasligi lozim. Yangi resurslar asosiy va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish uchun jalb qilinadi. Yangi joriy etilayotgan mexanizmlar birinchi navbatda jiddiy nazorat va tekshiruvlarni, parlament nazoratini nazarda tutadi. Kelgusida esa har bir loyiha, uning har bir komponentini odamlar, xalqimiz ham to'liq ko'ra olishi mumkin bo'lishi uchun sharoit yaratamiz. Shuning uchun menimcha bu yondashuv hozirda ijtimoiy tarmoqlar va media makonda muhokama bo'layotgan barcha masalalarni bartaraf etadi. Ko'pgina mamlakatlar iqtisodiy islohotlar bosqichida investorlar uchun soliq imtiyozlari va preferensiyalarni faol qo'llaydi. Biroq iqtisodchilar imtiyozlar poygasi deb ataladigan xavf haqida ogohlantirishmoqda. Sizningcha, investitsiyalarni oqilona rag'batlantirish bilan iqtisodiyotning doimiy imtiyozlarga bog'liqligi orasida chegara qayerda? Aslida imtiyozlar hal qiluvchi ahamiyatga ega emas. Investorlar O'zbekistonga kelganda birinchi navbatda so'raydigan masala ham emas. Ularga barchasidan ham mahsulotni sotish uchun bozor, sifatli infratuzilma mavjudligi, amalga oshirilayotgan siyosatning izchilligi va investorlar bilan ishlaydigan institutlarning ishlash sifati kerak. Bu ular uchun juda muhim.
Investorlar bilan olib borilayotgan faoliyat va hamkorlikdan kelib chiqib, imtiyozlar ikkinchi darajali deb aytishim mumkin. Har bir hudud ham investorlar uchun raqobat qiladi. Har bir viloyat, har bir hokim ko'proq investor jalb qilishga harakat qiladi. Lekin ularda alohida imtiyozlar berish imkoniyatlari cheklangan. Barcha imtiyozlar markazlashgan ravishda belgilanadi va hech qaysi hududda eksklyuziv sharoitlar taqdim etish vakolati yo'q. Shuning uchun bunda biz ko'proq imtiyozlarni taqsimlashga emas, investorlar bilan ishlash sifatini yaxshilashga e'tibor qaratamiz. Ya'ni hozir biz hududlarimiz investitsiyalar uchun raqobatlashishga kirishib bo'lgan deb ishonch bilan ayta olamizmi? Ha, albatta, ular juda faol. Ayrim holatlarda esa hattoki keskin ravishda raqobat qiladi deyishim mumkin. Shunday holatlar bo'ladiki, investor bir hududga borib, loyihani o'rganishni boshlaydi. Qo'shni hudud hokimi aytaylik, bu haqda bilib qoladi va uni o'z hududiga jalb qilishga, yaxshiroq shartlar va qo'shimcha imkoniyatlar taklif qilishga harakat qiladi. Biroq men yana bir bor ta'kidlayman. Hokimlarda milliy qonunchilikda belgilangan instrumentlardan tashqari qo'shimcha imtiyozlar berish imkoniyati mavjud emas. Shu bois hokimlar hozirda investorlarga sifatliroq servis ko'rsatish va qulaylik yaratish borasida raqobatlashishni boshlamoqda. Albatta, bu raqobat natijasida investorlar O'zbekistonda ishlash uchun eng yaxshi sharoitlarga ega bo'ladi. Shuning uchun hokimlar o'rtasidagi raqobat va olib borilayotgan ishlar mamlakatdagi investitsiya muhitini va investitsiya jalb qilish salohiyatini oshirishda juda foydali. Ma'lum bir outsiderlar ham bormi? Investitsiyalar jalb qilish bo'yicha yetakchilarchi? Biz sarmoyalarni samaraliroq jalb qilayotgan va ochig'ini aytadigan bo'lsak, biroz orqada qolayotgan qaysidir hududlarni nomini aytib o'ta olamizmi? Hamma faol ishlamoqda. Hokimlar ham ancha faol va o'z imkoniyatlarini maksimal ishga solmoqda. Chunki prezidentimiz vaziyatdan doimo xabardor bo'lib, hokimlarni investorlarni jalb qilish ishlariga faol jalb qiladi. Birinchidan, davlatimiz rahbari hokimlarning o'ziga xorijga chiqib, investorlar bilan ishlash, ularni jalb qilish imkoniyatini bermoqda. Ikkinchidan, bu eng yangi tashabbus. Xalqaro hamkorlikda ham qiziqish uyg'otgan noyob yangi model. Prezidentimiz xorijga tashriflarida investorlar bilan uchrashadi. Masalan, AQShga amalga oshirilgan so'nggi tashrif davomida Washingtonda prezidentning xorijiy investorlar bilan uchrashuvini o'tkazdik. Va shunda davlatimiz rahbari barcha viloyat hokimlarini video aloqa orqali ushbu uchrashuvga ulashni topshiriq berdi. Ha, onlayn rejimda o'tdi. Men o'zim guvohi bo'ldim. Ha, siz o'zingiz ko'rdingiz. Bu noyob format. U hokimlarga investorlar bilan dastlabki muzokaralar bosqichidayoq hammasidan boxabar bo'lish imkonini beradi. Prezident hokimlar bilan gaplashganda ular qanday loyihalar muhokamaga qo'yilayotgani va gap nima haqida ketayotganini bilib turishadi. Investor ham shu joyning o'zida asosiy shartlar muhokamasi bilan birga unga loyiha amalga oshiriladigan aniq manzil taklif qilinayotganini ko'radi. Hokim ham bu loyiha haqida ma'lumotga ega bo'lib, uni qabul qilishga tayyor turadi. Bu albatta investorlar uchun qo'shimcha rag'bat va ishonch deganidir. Washingtondagi ishbilarmon doiralar vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda investorlardan olgan fikrlarimizga ko'ra, ular bu format va prezidentning proaktiv innovatsion tashabbusidan juda ijobiy taassurot olishdi. Albatta, bu investorlarni o'z loyihalarini tezkor ravishda hayotga tatbiq etishga rag'batlantirib, jarayonga jadal tus beradi. Bu format orqali ishni loyihaviy g'oyadan amaliy bosqichga o'tkazish ancha samaraliroq va tezroq bo'ladi. Buning ustiga vazirlik va idoralarning mas'ul rahbarlari ham ushbu formatda faol ishtirok etishdi. Ya'ni davlatimiz rahbari ko'plab masalalarni joyida hal qildi va hukumat oldiga aniq vazifalar qo'ydi. Albatta, investorlar AQSh kompaniyalari u yoki bu loyihani amalga oshirish niyatini bildirishganda darhol energetika vazirligi, transport vazirligi va boshqa mas'ul rahbarlarga topshiriqlar va ko'rsatmalar shu yerning o'zida beriladi. Ular imkon qadar tezroq ish boshlashlari lozim edi. Qarorlarning bu darajada tez qabul qilinishidan, takror aytaman, amerikalik investorlar hayratda qolishdi. Shundan so'ng kamida 5 ta kompaniya O'zbekistonga kelib, loyihalarni amalga oshirishni boshlaganini ko'ryapmiz. Yaqinda geologiya sohasidagi yirik kompaniya mamlakatimizda ro'yxatdan o'tdi.
vakolatxona ochdi va faoliyatni boshladi. Bu format, ya'ni prezident shaxsan o'zi investorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishi ularni O'zbekistonga sarmoya kiritishga ishontiradi. Men boshqa biron bir mamlakatda davlat rahbarining o'zi investor va tadbirkorlar bilan muloqot qilishini ko'rmaganman. Davlat rahbari shaxsan muzokara olib borib, investitsiyalarning himoyalangani va kafolatlanganiga ishontirishi hukumatning ishini, bizning ishimizni juda yengillashtiradi. Bu investorlar tezroq qaror qabul qilishi va O'zbekistonda ish boshlashini jadallashtiradi hamda rag'batlantiradi. Va buning natijasida bizda hozirda amalga oshirilayotgan salmoqli loyihalar portfeli mavjud. Suhbatimiz avvalida bizda qariyb 200 milliard dollarlik loyihalar faol qurilish bosqichiga chiqqanini aytgan edim. Bu miqdorning yarmidan ko'pi davlat rahbari darajasidagi muzokaralarda erishilgan kelishuvlar asosida amalga oshirilayotgan loyihalardir. Dastlabki aloqalar, dastlabki muzokaralar aynan prezident va investorlar o'rtasida bo'lib o'tgan. Hozirda 110 milliard dollardan ortiq qiymatdagi loyihalar prezident boshlab bergan loyihalar hisoblanadi. Prezidentning xorijiy safarlarining yana bir juda muhim jihati borligini ham ta'kidlash joiz. Mamlakatimiz yetakchi ishbilarmonlarimiz xalqaro hamkorlikda faol ishtirok etishi uchun chet elga o'zi bilan juda kuchli o'zbek tadbirkorlarini olib ketadi. To'g'rimi? Bu qanchalik samarali? Bu O'zbekiston uchun ham noyob format. Chunki ilgari buni tasavvur qilish ham qiyin edi. Hozirda bizda xorijiy investorlar bilan ishlashga qodir bo'lgan o'zbek tadbirkorlari sinfi shakllandi. Bu esa yana o'sha 2017-yildan beri O'zbekistonda olib borilayotgan siyosatning natijasi. Ular hozir o'z maqsadlari yo'lida mustahkam turishibdi. Biznes yuritishning xalqaro standartlariga o'tishmoqda va xorijiy investorlar bilan bir tilda muloqot qilishlari mumkin. Va teng sherik sifatida hammi? Albatta, mutlaqo yangi sheriklar sifatida qo'shma korxonalar tashkil qilish va yangi loyihalarni ishlab chiqish imkoniyatiga egalar. Hozirda prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvlarida yetakchi o'zbek ishbilarmonlari va kompaniyalari ham ishtirok etishini nazarda tutyapmiz. Bu esa yangi imkoniyatlar yaratadi. Chunki xorijiy investor uchun O'zbekistonda ishonchli sherikka ega bo'lish juda ham muhim. O'zingizni investor o'rniga qo'yib ko'ring. Agar sizga yangi mamlakatga sarmoya kiriting deyishsa, siz esa Yevropa yoki Amerika Qo'shma Shtatlari kabi mintaqamizdan ancha uzoqda joylashgan mamlakat vakili bo'lsangiz, qanday qilib hammasini nazorat qilaman? Menda har doim shu mamlakatga qatnash, nazorat qilish imkoni bo'ladimi? degan shubhalar albatta tug'iladi. Shuning uchun ularga salmoqli sheriklar kerak. Prezident investorlar bilan uchrashganda, ular davlat rahbarining yonida xususiy o'zbek kompaniyalari borligini ko'rishadi. Bu albatta investorlarni bizning mamlakatda birga ishlash mumkin bo'lgan jiddiy hamkorlarni topish mumkinligiga yanada ko'proq ishontiradi. Agar sherik bo'lsa, investorlar loyihalarni amalga oshirishga tezroq va ishonch bilan kirishadi. Qo'shma loyihalar ishga tushirila boshlaydi. Har yili shuning guvohi bo'lamizki, O'zbekistonda yangi loyihalar soni mahalliy sheriklar bilan hamkorlikdagi xorijiy investitsiyalar hisobiga ortib boryapti. Hozirda o'zbek tadbirkorlari va xorijiy investorlar birgalikda juda ko'p loyihalarni amalga oshirmoqdalar. Rag'batlantiradi. Bu ularni hisobot berish va biznes yuritishda xalqaro standartlarga o'tishga rag'batlantiradi. Albatta, bu juda katta sinergetik ta'sirga ega. Ochiq iqtisodiyot sharoitida xorijiy investorlar ko'pincha katta moliyaviy va texnologik imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Mahalliy biznes, ayniqsa Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini yakunlayotgani paytimizda yirik transmilliy kompaniyalar bilan raqobatlasha olmaydigan bo'lib qolishi xavfi bormi? Biz bu masalalarni juda ehtiyotkorlik bilan kuzatib, muvofiqlashtirib boramiz va albatta yirik loyihalar o'zbek tomonining ishtirokini ta'minlashga harakat qilamiz. Bu ertaga O'zbekistonning resurslari va mablag'lar oqimi to'liq xorijiy investorlar tasarrufiga o'tmasligi uchun zarur. Shu bois biz buni qo'shma korxonalar shaklida amalga oshiramiz. Unda davlat kompaniyalari, ba'zida esa xususiy kompaniyalar ham ishtirok etadi.
Ya'ni har doim o'zbek komponenti saqlanadi. Hozirda biz investorlarni asosan yuqori texnologiya talab qilinadigan sohalarga jalb qilmoqdamiz. Investorlarning oddiy hamda mahalliy tadbirkorlar mustaqil amalga oshirishi mumkin bo'lgan loyihalarga oid takliflarni rad qilamiz va ularni boshqa sohalarga yo'naltiramiz. Menimcha, bu yondashuv O'zbekiston iqtisodiyotiga zarar yetkazilishining oldini oladi. Bugun Markaziy Osiyoda deyarli barcha mamlakatlar investitsiyalarni jalb qilish uchun faol ish olib bormoqda. Mintaqaviy raqobat paydo bo'lyaptimi va O'zbekiston bu jarayonda qanday qilib muvaffaqiyatli raqobatlashishi mumkin? Biz O'zbekiston va Markaziy Osiyoga doimo yaxlit katta bozor sifatida qarab kelganmiz. Biz investorlarni jalb qilishda qo'shni davlatlar bilan raqobat qilyapmiz deb ayta olmayman. Aksincha, barcha platformalarda Markaziy Osiyo yaxlit katta bozor ekanligini ta'kidlaymiz. Shuning uchun ham masalan Qozog'iston bilan qo'shma sanoat kooperatsiyasi markazlari yaratilmoqda. Yaqinda biz qozog'istonlik hamkorlar bilan Sirdaryo viloyatida xalqaro sanoat kooperatsiyasi markazini xorijiy investorlarni birgalikda jalb qilish hamda markaz platformasi yordamida har bir mamlakatning raqobatdagi afzalliklarini qo'llash maqsadida ishga tushirdik. Demak, biz bir-birimizni to'ldiramiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Biz bir-birimizni to'ldirib, qo'llab-quvvatlab, uchinchi mamlakatlarga eksport qilish uchun birgalikda mahsulot yaratamiz. Mana shunday simbioz va sinergiya amalda mavjud. Bizning kompaniyalar qo'shni davlatlarda faol ravishda korxonalar tashkil qilmoqda. O'z o'rnida qo'shnilarimiz ham O'zbekistonda korxonalar ochmoqda. Shuning uchun biz ko'proq investitsiya jalb qilish uchun tashqi bozorlarda raqobat qilyapmiz deya olmayman. Aksincha biz hamjihatlikda Markaziy Osiyo va butun mintaqani rivojlantirishni ilgari surishga harakat qilamiz. Shu tariqa barchamiz birgalikda barqaror rivojlanamiz. Laziz Shavkatovich, siz bu sohada anchadan beri faoliyat yurityapsiz. Katta tajriba to'plagansiz. Xo'sh, hozir investitsiyalar haqidagi qaysi qarashlar aslida noto'g'ri deb hisoblaysiz? Barcha investorlar cheksiz imtiyozlardan foydalanadi degan tushuncha ehtimol afsonadir. Bu mutlaqo to'g'ri emas. Imtiyozlar ular uchun eng asosiy mezon emas. Ular bozor, barqarorlik va davlat institutlari investorlar bilan sifatli hamkorlikda ishlayotgan muhit mavjud bo'lgan joyga borishadi. Keyingi galda barcha investorlar asosan xomashyo sohasiga kirib, O'zbekiston resurslarini olib ketadi degan afsonani qayd etmoqchiman. Bu chindan ham afsona. Chunki barcha investitsiyalarning 9% dan kamrog'i xom ashyo resurslariga, investitsiyalarga to'g'ri keladi. Hozirda esa biz Qolganlarning barchasi yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlardir. buning barchasi sanoat, ishlab chiqarish xizmatlari va servis sohalari. Shuning uchun ham ular kelib, bizning resurslarimizni olib ketyapti degan fikr mutlaqo noto'g'ri. Yana bir jihat bor. Buni xorijiy investorlar gapirmayapti, balki o'zimizning oddiy kuzatuvchilar, shartli aytganda divan analitiklari shunday deydi. Investitsiya muhiti sustlik bilan o'zgaryapti. Mamlakatda biznes muhiti yomon, ishlab bo'lmaydi, hammani bo'g'ishyapti va hokazo. Bu esa ayrimlar hali ham takrorlab kelishga ko'nikib qolgan eski tezislardir. Aslida esa bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Men qabul qilingan qonunlar va normativ huquqiy hujjatlar soni haqida gapirmayman. Raqamlarning o'ziyoq investitsiya muhiti tobora jozibador bo'lib borayotganini ko'rsatadi. Masalan, 2017-yilda islohotlar boshlanganida O'zbekistonda xorijiy kapital ishtirokidagi atiga 4000 ta korxona bor edi. Bugungi kunda esa ularning soni 18 mingtaga yetdi. Bu ko'rsatkich har yili juda tez o'smoqda. 2017-yilda agar xotiram pand bermasa, mamlakatimizga 3 milliard dollarga yaqin investitsiya jalb qilingan edi. O'tgan yili esa jalb qilingan investitsiyalar hajmi deyarli 43 milliard dollarga yetdi. Bu 10 barobardan ortiq o'sish demakdir. Buning o'ziyoq islohotlar qog'ozda emas, amalda ishlayotganini ko'rsatadi. Investorlar bunga ishonyapti, imkoniyatlarni ko'ryapti. O'zbekistondagi o'ziga xos afzalliklarni anglayapti va shuning uchun sarmoya kiritmoqda. Shuning uchun men joriy yilda ham dunyodagi barcha notinchliklarga qaramay investitsiyalar bo'yicha juda yaxshi natijalarga erishishimizga ishonaman. Yana bir bor aytaman. O'zbekiston barqarorlik orollaridan biri sifatida global beqarorlik okeanida investorlar uchun yorqin mayoqqa aylanmoqda. Shu bois investorlar bu yerga yanada faolroq kirib keladi. Biz buni hozirning o'zida ham ko'ryapmiz. Investorlar yangi tashabbuslar bilan chiqmoqda. Bizga yozishyapti, qo'ng'iroq qilishyapti. Kelinglar,
mamlakatimizda yangi loyihalarni amalga oshiraylik deyishmoqda. Va oxirgi savol. O'zbekistonning sanoat va investitsiya landshaftini 5-10 yildan keyin qanday tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin men O'zbekistonni investorlar uchun yanada barqaror va jozibador mamlakat sifatida ko'raman. Ishonchim komil, investorlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Chunki barcha jarayonlar to'liq raqamlashtiriladi. Hamma tartib-taomillar, davlat va investor o'rtasidagi barcha jarayonlar raqamli formatga o'tkaziladi. Investorlar hatto o'z mamlakatini tark etmasdan turib, onlayn tarzda yer uchastkalarini ko'rishi va qabul qilishi mumkin bo'ladi. Turli idoralar bilan bevosita muloqot qilish zarurati qolmaydi. Investorlar oldindan barcha yer maydonlari, infratuzilma, transport imkoniyatlari, kadrlar bazasi haqida ma'lumot olishi va keraklisini tanlab olishi mumkin bo'ladi. Agar biz barcha jarayonlarni raqamlashtirib, inson omilini minimallashtirsak, bu biz uchun katta oldinga siljish bo'ladi. Ikkinchidan, 5 yildan keyin O'zbekistonda ancha chuqurlashgan kapital bozori shakllanadi. Mamlakatimizda yirik investitsiya fondlari faoliyati uchun yangi mexanizmlar ishlab chiqiladi. Toshkent fond birjasi faollashib, investorlarning O'zbekiston iqtisodiyotiga kirib kelishi uchun asosiy maydonlardan biriga aylanadi. Ushbu birja orqali o'zbek tadbirkorlari xorijiy kapital va investitsiyalarni faol jalb qiladi. Albatta, bu sifati va imkoniyatlari butunlay boshqacha darajadagi yangi bosqichdagi sanoat va iqtisodiyot bo'ladi degani. Biz asta-sekin xomashyo va sodda mahsulot ishlab chiqarishdan voz kechib, ko'proq yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqishga o'tamiz. 5 yildan keyin mamlakat butunlay o'zgacha qiyofaga ega bo'ladi. Investorlar esa bu yerga resurslar, inson kapitali, sanoat va infratuzilma salohiyatini ko'rib kirib kelishadi. Ular bu yerda O'zbekiston taraqqiyoti bilan birga o'z bizneslarini o'stirish imkoniyatini ham ko'rishadi. Biz esa sanoat va ishlab chiqarish tashabbuslarining rivojlanishini diqqat bilan kuzatib boramiz. Sizga omad. Rahmat. Rahmat sizga.